Zuleyxa serialida Yamanlarning ayyor, ko'zi och, qo'rqoq va xiyonatkor boshqaruvchisi Gafur rolini o'ynagan aktyor Bulent Po'lat o'z yurtidagina ishlash bilan cheklanishni istamaydi. U xalqaro mezonlarga javob beradigan xalqaro aktyor sifatida ham faoliyat yuritishni xohlaydi. Bulent Po'lat 1980-yil 8-martda Turkiyaning Tunceli shahrida tug'ildi. 1987-yilda akasi Istanbul universitetiga o'qishga kirgani sababli Bulentning oilasi Istanbulga ko'chib o'tdi. Aktyor boshlang'ich, o'rta va badiiy ta'limni Istanbulda oldi. 1992-yilda Bulent Po'lat Bakir shahar teatrida ko'ngilli ravishda yordamchi bo'lib ishlay boshladi. Keyinroq teatr rejissyori uni aktyor sifatida ishga oldi. U sahnada bolalar spektakllarida o'ynardi. Birinchi rolini 1993-yilda Ko'cha mushugi deb nomlangan postanovkada o'ynadi. Bu ajoyib tomosha edi. Shundan so'ng aktyorga boshqa bolalar pyesalarida o'ynashni taklif etishdi. Har bir repetitsiyada Bulent Po'lat o'zini to'liq namoyon etishga urinardi. Teatr truppasi rejissyorlari va menejerlari unga professional darajadagi barcha kattalar spektakllarda qatnashishni taklif etishdi. Nihoyat aktyorga Ay Hitler teatr postanovkasida ilk professional roli nasib etdi. Bu spektakldan so'ng 1995-yilda unga Maltepe badiiy teatri rahbaridan yana bir nechta taklif tushdi. Bu teatrda Bulent Po'lat Yashil olam, Ertak va Oq jahannam nomli 3 ta pyesada bosh rollarni ijro etdi. 1999-yilda aktyor Bakir shahar teatriga qaytib, Keloğlan pyesasida rejissyor yordamchisi lavozimiga ega bo'ldi. Keyin Rumuz Go'nchagul Turkiyaning eng yaxshi teatr postanovkalaridan birida o'ynadi. Xuddi shu yili mashhur televizion kanallardan biri unga Ilon hikoyasi nomli serialda o'ynashni taklif qildi. Bulent Po'latga teatr kompaniyalaridan bir nechta taklif tushdi. Sadri Alishq teatr rejissyor Orxan O'g'uzning Kandagi festival mukofoti sovrindori. Sadri Alishq teatrida qo'yilgan har bir odamning ko'z oldida spektakldagi rol artistga katta muvaffaqiyat keltirdi. Xuddi shu teatr truppasida Bulent Po'latga Afsonalar spektaklidan bosh rol nasib etdi. Aktyor shuningdek Enaga, Lahmajun va Pitsi, Tavba qiyaligi singari bir qancha film va seriallarda o'ynadi. Bulent Po'lat uchun eng ahamiyatli rollardan biri Yevropa tarafi komedik serialida bo'ldi. Bu serial 2004-yilda Turkiyaning eng ommabop seriallaridan biri bo'ldi. Sahnada va televideniyada ishlarkan, artist ko'p yillar davomida Stella Adler texnikasini o'rgandi. U o'zining aktyorlik faoliyatini xalqaro mezonlar darajasiga ko'tarishga qaror qildi. Maktabni tamomlagandan so'ng Bulent Po'lat Nyu-Yorkda xalqaro aktyor sifatida ishladi. 2011-yilda u Turkiyaga qaytdi. Xuddi shu yili aktyor rejissyor Mehmet Tanrıseverning Erkin odam turk jangari filmida komandir rolini ijro etdi. 2013-yilda u Sevgi ko'p qismli melodramasida suratga tushdi. 2017-yilda Bulent Po'lat Chuqur kriminal serialida Yuzelni o'ynadi. Serialda shuningdek Araz Bulut Inemli, Erkan Kolchak Kostendel, Dilan Chechik Deniz, Reza Ko'jo'g'lu, Erjan Kesal, Perihan Savash ham suratga tushdi. 2018-yilda Bulent Zuleyxa bir zamonlar Chuqurovada dramatik serialida Gafur rolini ijro etdi. Bu loyihada Vohida Go'rdun, Murat Yunalmish, Hilal Altinbilek, Ugur Gunesh, Turgay Aydin, Sibel Tashjo'g'li singari tajribali hamda yosh aktyorlar jamoasi ishladi. Bulent Po'lat 2015-yilda o'qituvchi Duygu Chenolovga uylandi. 2016-yilda esa qizchali bo'ldi va unga Doga deb ism qo'ydi. Undan so'ng oilada o'g'il dunyoga keldi. Bulent oilasi bilan tabiiy sharoitda hayot kechirishni yoqtiradi. U fermerlik qiladi. Bundan tashqari Bo'zjatda o'z restorani bor. Bulent Po'latning so'nggi loyihalaridan biri Qurilish Usmon seriali bo'ldi. Bundan tashqari aktyor Janer Jindoruk va Shevval Sam bilan Qo'shnixona serialida suratga tushmoqda.